Bugun kelgan manzilimizda Shayxontohur tumani O'zbekiston mahallasiga kelganmiz. Mashitdan to'g'ri yursanglar, taxminan 400 metrdan keyin katta ko'chaga chiqasizlar. O'ng yursanglar ketdinglar, Beruniy universitetlar yaxshi lokatsiya zo'r joyga kelganmiz. Bunaqasi mahallani ham ko'rsataman, zo'r mahalla, bitta ko'rsanglar bo'ladi. Sotuvga chiqqan xonadonimiz yer hisobida bo'lyapti. Fasad qismi 20 yu 40 ga, ichkarisiga 40 u 85 bo'lyapti. Bir sotusi $40,000 egalari startviy so'rashyapti. Bismillah, bitta ko'ringlar. Chap tomonda ham xonalari bor, o'ng tomonda ham xonalari bor. Shunaqa katta zeleniy zonalari ham bor. Umumiy shunda 9 ta xona, 3 ta sanuzel bo'lyapti. Xonalarni videoda bitta qo'yaman. Yozgi oshxonalari ham bor. 2 ta akuka ham bemalol kirib yashasa bo'ladi. Egalarining nomeri opisaniyada bo'ladi. Video davomida xonalarni ko'rasizlar. Bu to'rida podvalligi ham bor ekan. Asl zo'r to'pviy lokatsiya. Bir sotusi $40,000 dan bo'ldi. 833 sotuv bo'ldi. Egalarining nomeri opisaniyada bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qorasizlar. Hammalarga omad.